Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, parranda ishqibozlari. Xudo xolasa bugun 1-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa soat 9 bo'ldi, ertalabki 9. Biz videoni tortishni boshladik. Savollar tushibdi, savollarga javob berib o'tmoqchiman. Ko'pchilikdan kelib tushayotgan savol tavuqlarga vaksina qilsak bo'ladimi degan savol. Hozir men sizlarga gapirib, tushuntirib, ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Ikkinchi etajda mana vaksina qilganimizdan keyin bitta xo'roz, bitta tovuq nogiron bo'lib qoluvdi. Hozir men sizlarga endi ko'rsatib o'tmoqchiman, qaysi tovuq edi, qaysi xo'roz edi. O'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib, shunga qarabki vaksina qilsalaring bo'ladi. Vaksinani urgandan keyin sizga biz xonani haroratini 10 gradusdan yuqori qildik. Hali ham mana falgalar ham tushib ketibdi. Falgani yulib tashlaymiz, kerak yo'q, bekor ham nam bo'lib ketibdi. Hozir endi qaranglar. Tavuqlarimiz ko'rinishi. Xonasini issiqligini yaxshi qildik. Keyin sizga yemini, suvini vaqtida berdik. Mana shu kichkina xo'rozchamiz hozir mana yuribdi, qaranglar. Vaksina urilgandan keyin bir haftaga yaqin oyog'i oqsa yurdi. Hozir mana uje yaxshi bo'lib qoldi, qaranglar. Hozir mana uje ancha yaxshida. 1-2 kun bo'lib qoldi mana. Uje oyog'i yaxshi bo'lib qoldi. Tavuq ham bittasi toza o'zini silab tutayotgandi mana. Hozir bu ham uje oyog'i ancha yaxshi bo'lib qoldi. Vaksina urilgandan keyin bari nogiron bo'lar ekan, sekin-sekin o'ziga kelyapti. Xo'roz ancha nogiron bo'lib qoluvdi, lekin sekin-sekin o'ziga keldi. Tavuqlarimiz tuxumda. Xudo xolasa videolarni qo'yib boraveramiz. Faqat sizlardan like, kommentariya, malol kelmasa obuna bo'lib qo'yasizlar. Yaxshi videolar qo'yib turamiz. Keyin mana suvi yaxlamagan. Toza suvi, mana yemlari. Vaksina ursa bo'laveradi. Faqat joyini issiq qilasizlar. Suvini, yemini vaqtida berasizlar. Yaxshiroq berasizlar-da yemini. Qonni to'q bo'lib, organizmi sal qarin to'ygandan keyin tavuqlarimiz organizmi sal baquvvatroq bo'ladi. Shu uchun ancha-muncha kasallar yengib o'tadi. Keyin sizga chuma kasal bormi, yo'qmi deganlar bo'lyapti. Davosini topsak bo'ladimi deganlar bo'lyapti kommentariyada. Vaksina qilingandan keyin bu chuma kasali hech ham kelmaydi. Chunki vaksina urilgan ukol tavuqlar to'shidan uriladi. To'shi degani mana ikkita oyoqni o'rtasida mana to'shi bor, hamma biladi tavuqlarni. Ana shu tavuqni to'shiga ukolni urayotgan paytda iloji boricha go'shiga urish kerak. Agar suyagiga urib ketadigan, suyagiga agar iynani dakansa tiqayotgan bo'lsalaring, kattaroq iyna bo'lsa agar suyagiga papal bo'layotgan bo'lsa, suyagiga papal bo'lgandan keyin sizga tavug'imiz nogiron bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha semiz tavuqlar bo'layotgan bo'lsa agar, arig'i bo'layotgan bo'lsa, arig'iga iloji boricha ehtiyot bo'lib urish kerak. Iloji boricha go'shiga urish kerak. Agarda suyagiga papal bo'layotgan bo'lsa, unda tavug'ingiz nogiron bo'lib qolishi mumkin. Bular ham tuxumda. Yemlarini solib qo'ydim. Suvlari bor, issiqqina joyi. Chiroqlarni yoqib qo'ydim. Hozir endi ertalabdan o'chirib qo'ydim. Xudo xolasa savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozsalaring bo'ladi. Savollaringga javob berib o'tiraman. Shu ko'pchilik shu hozirgi paytda vaksina qilsak bo'ladimi degan savollar bo'ldi. Vaksina qilsalaring bo'ladi, faqat joyini issiq qilib, donini, suvini vaqtida berib vaksina qilaverasizlar. Keyin sizga ko'pchiligi tavug'i xirillab kasal bo'lib qolyapti. Qirilib ketyapti. Iloji boricha xirillagan tavuqni ham oldini olsa bo'ladi. Xirillash bu o'zi aslida tavuqlarimizni tagi quruq nimasi bo'ladi. Ko'chaga chiqarib qo'yamiz. Havo salgina isib ketgandan keyin yaqday bo'lgan o'tlarni yeydi. Yo bo'lmasa qorni yeydi. Yo bo'lmasa yaqday suvni ichadi. Shundan kelib chiqadi. Tavuqlarimiz xirillaveradi. Agarda u tavuqda xirillagan tavuqni addenna qilib turib vaqtida dorilamasangiz, qolgan tavuqlarga o'tib ketadi kasali. Keyin sizga o'lish
natijasigacha keladi o'lish. Shu uchun iloji boricha harakat qilish kerak. Xirillashni boshladimi tavuq? Bu degani bu tavuq shamollashni boshlayapti-da. Shamollashni boshlayapti. Shu uchun tavuqni iloji boricha addenna qilib davolab olish kerak. Bu tavuqlarimiz ham hozirgi paytda tuxumda, mana bittasi tuxumda yotibdi. Shu uchun iloji boricha harakat qilish kerak. Tavuqlar joyini salgi bo'lsa ham iliqroq qilishga, keyinsiga har xil yemlarni berishga harakat qilish kerak. Iloji bo'lsa gidroponika qilib bersalaring ham zo'r, tuxumni ham yaxshi qildiradi. Savzi bersalaring bo'ladi, piyoz bersalaring bo'ladi. Bir mahal yem berib, bir mahal piyoz, bir mahal savzi, bir mahal gidroponika bersalaring ham bo'ladi. Gidroponikani ham foydasi juda yaxshi. Hozir xudo xolasa men o'zim 1 kilo bug'doyni hozir solib qo'yganman. Bir 5-6 kundan keyin xudo xolasa video qilib ko'rsataman yana o'sganini. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Tavuqlar sog'lom bo'lgandan keyin axlati quruq bo'lishni boshlaydi. Agarda tavuq xirillashni boshladimi, ko'pchilik misol uchun tavuqlarni lichena qilishni bilmayapti. Bilmaganlarga hozir aytib o'tmoqchiman. Misol uchun odamning o'zini ham mana bu dorisi bo'lsa agar to'rga bo'lib turib, kamina qoshiqchaga suvga aralashtirib, suyuq qilib turib, shpris bilan tavuqlarga bersa bo'ladi. To'ka tavuqlarning organizmi silab bo'ladi, shu odamniki baquvvat. Shu uchun iloji boricha dorini to'rga bo'lib turib, mayda qilib bersalaring ham bo'ladi. Agarda tavuqlarning o'zini shamollashga qarshi dorisini topolmasangiz agar. Iloji boricha shunday qilib boqsalaring bo'ladi. Tavuqlar qachonki vaksinadan chiqsa, keyinsiga vaksinadan keyin bir 15 kunlardan keyin yaxshi tuxum berishni boshlaydi. Keyinsiga har xil kasallar bo'lavermaydi. Agar vaksinani urmasangiz, har xil kasallarni olib kelaveradi. Oldingi videolarimda ham aytib borganman. Bitlariga yara toshishni boshlaydi. Keyinsiga og'zlari yara bo'lishni boshlaydi. Burnlaridan suvlar oqishni boshlaydi. Tez shamollashga olib keladi. Shu uchun vaksina uriladigan dori bu antibiotik. Tavuqlarni har xil kasallardan qaytaradigan dori bo'ladi. Bu tavuqlarimiz ham tuxumda, hozir mana tuxumda yotibdi. Pechkani yoqib qo'yganman mana. Pechka yonib, tavuqxonani ichi hozir 25-30 gradusga yaqin mana. Tomchilatib qo'yganmiz. Xudo xolasa savollar bo'lsa yana kommentariyaga yozib qoldirsalaring. O'zim bilgan narsalarni xudo xolasa qo'ldan kelguncha aytib ko'rsatib boraveramiz. Malol kelmasa bitta laykni bosib, kommentariya yozib qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring. Xudo xolasa 2026-yil tavuqlarimizni qanday davolash kerak, kasal bo'lsa, tuxum qilmasa qanaqangi yemlarni berish kerak tuxum qilishi uchun, jo'jalarni qanday qilib boqish kerak, chiqargandan keyinsiga 1 yoshdan boshlab, 1 kunlikdan boshlab 1 yosh bo'lguncha shularni polni ko'rsatib, xudo xolasa inkubator haqida savollar bo'lsa bersalaring bo'ladi. Xudo xolasa shunday qilib sekin-sekin 2026-yil qo'ygan maqsadlaringga yetinglar. Biz ham qo'ygan maqsadimizga yetaylik. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.